Assalomu alaykum. O'zabzor blog kanalidasizlar. Xo'p, bugun sizlar bilan Vivo Y29 smartfonini obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Boshladik. Bunday qilib nimada ochmoqchi edim. To'g'risi buni yangi oldim. O'sha yerda tekshirganda o'sha yerda ochdim. Yangi ochilganda yangi baribir. Telefondan olamiz. Korичневый rang ekan bu, kofe rang. Hop. Telefonimiz. Batdan o'zini prozrachniy chexoli chiqar ekan. Seriya nomerlari. Hop. Kitobchasi bor ekan. Hop. Zaryadni kallasi. Demak, bu menimcha 33 vatli bo'lsa kerak, 44 vat ekan. Ekstra zaryadga bo'lish kerakmi? Yomon emas. Hamda zaryadni kabel, o'zining ignachasi. Dizayni yomon bo'lsa, ko'rinishi. Menga to'g'risi уведомление kelganda SMS vizitlar bo'lganda mana shu spichkasini xalq rang qilib qo'ysa bo'lar ekan. Shu tarafi ham ozgina yoqdi. Demak, boshladik. Olamiz. Demak, do'stlar. Hop. Bu yerda o'zim oldingi smartfonim Huawei bo'lgani uchun ozgina deyarli o'xshashi, ozgina boshqacharoq ekan. Hop, demak bu hop 256 ga 8 ligi bu, 128 ga 8 ligi ham bo'lar ekan. Men 256 ga 8 ligini oldim. 2 terabaytgacha fleshga qo'ysa bo'lar ekan. MMKdan o'tgan. Hop. Android 15 da ishlaydigan. Nimalari bor? Holati mana shu holatda mana. Hali ilovalar endi o'rnataman o'zini standart ilovasida. Dizaynga baho berasizlar o'zlaring. Yomon emas menimcha dizayn. Hop, ikkita shu nano sim karta ketar ekan. Fleshga aytdim uni. Отпечатка endi qo'yaman. Yonidagi отпечатка, adashmasam. Hop, kameralari. Kamera olishi. Yomon emas menimcha. 50 megapikselga 2 megapiksel ekan. Hop, oldi kameramiz. Frontalni kamera. 8 bo'lishi kerak, adashmasam, 8. Yomon emas. Video formatini ko'rish kerak buni. Necha kam olar ekan? Bir. Hop, zoomini qo'yaylik-chi. Yomon emas menimcha. O'rtacha. Kamera videolarigacha zo'r demayman, lekin menimcha yaxshi. Narxiga yomon emas. Spichkasi. Yana nimalari bor buni? Hozircha shular do'stlar, yana yangiliklari bo'lsa sizlarga aytaman.